Ana oxir. Borasiz 150 ming so'm haydash. Plazma televizor yangi. Usti 200 ming so'm solimi ham bor. Shopping yigitlar. Ana biror polvon mahkam bo'ling. Ana Oxongaronda To'ssoyda to'y. Qani eshir polvon mahkam bo'ling. Oxir. Borasiz 150 haydasiz televizor usti 200 ming so'm solim yigitlar chopamiz. Haloli pokiza toza chopasizlar yigitlar. Xizmatdagi akajonlar iltimos somonni tashkilamiz hozir olib ketgandan keyin aka dumaloq qilib keyin qilib yoyinglar. Qani chopilyapti aziz do'stlar. Oxir. Qaysi otvoz, qaysi polvon qahramon bo'ladi kuzatamiz. Ilohim kirib kelayotgan 2026-yil barchamizga xut barakalar olib kelsin. O'g'li yo'qqa Alloh o'g'il bersin, qizi yo'qqa qiz bersin. Eng keng qirmishi vegar qoshiga, oldiga ishlating qarab yoshiga. Ayamdan ko'zingiz qonga to'lsa ham iltimos urmangiz otning boshiga. Ana keldi oxir. Ana keldi oxir. Qanot polvonda kelyapti, adashmasak qani mahkam bo'ling. To'yda Bagalabotir boboshakamizning mer nomli otlar bilan keldi oxir. Xo'sh ko'rdik, omon bo'linglar. Pastki marramizga Qo'rsoy aziz polvon deshadi, faxriy polvonimiz aziz polvon. Yaqinat 150 ming so'm berasiz ot azaga. Ot. Abdulaziz akamiz otlar bilan deshadi, xush kelibsizlar. Abdulaziz akamiz otlar bilan deshadi, xush kelibsizlar aziz do'stlar. Takan olib kelasizlar. Soddan bo'lgan kerak emas aziz do'stlar. To'yimizning chin qahramoni Qo'rsoyda polvoni tabriklaymiz. Qanot polvonga qarsak bormi? Qarsak olqishlar. Toshkent to'yda Bagalabotir boboshakamizning mer nomli otlari bilan to'yimizning qahramoni bo'ldi. Xo'sh ko'rdik, omon bo'linglar, duo qilamiz. Ilohomin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, yurtboshimiz omon bo'lsin. To'y bergan, solim bergan akalarimiz murod maqsadlariga yetsin. O'g'li yo'qqa o'g'il bersin, qizi yo'qqa qiz bersin. Tadbirkorlarga, Xudo xolasa sanoatkorlarga ham tanjonlari sog' bo'lsin. Xudo xolasa To'ssoyga yaxshi kunlarga kelaylik. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi ashabihi ajmain. Bir rahmatiga yarhamar rahim. Xush kelibsizlar, omon bo'linglar.